Bu video faqatgina svarkani endi boshlayotganlar va svarka haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lganlar uchun. Ko'pchilik bizning o'quv markazimizga kelib, bilasizlar biz svarchilik guvohnomasini ham beramiz, diplomi bilan keladida. Mana diplomim bor, svarchilik guvohnomasi kerak emas, o'rgansam bo'ldi deydi. Lekin afsuski, sizga svarchilik guvohnomasi kerak. Xohlang siz bizdan oling, xohlang boshqa joydan oling, diplom bilan ishga kira olmaysiz. Nimaga? Men o'zim 10 yil emas, 2010-yil kollejga kirib 2013-yil kollejni bitirgan bo'lsam, 2013-2014 bitirgan bo'lsam, diplom bilan ishga borganman. Programmist bo'yicha o'qiganman-da, diplom bo'yicha borganman. Ishga borganimda, sizda degan diplomingiz bo'lgani bilan sizda opti yo'q. Bu qo'limda diplomim bor degani professionalniy degani emas. Bu sizga o'rganishingiz kerak, opti kerak sizga. Keyin sizni opti bilan olamiz deyishgan va olishmagan. Endi savol tug'iladi. Qanday qilib men kollejda o'qib opt yig'ishim mumkin? Men opt yig'ish uchun endi kelyapman kurslarga desam, yo'q, bizda afsuski sizga o'xshaganlar uchun ish yo'q. Va albatta hamma joylarda shunday muammolar bor va aynan shunday muammodan chiqish uchun sizga svarchilik guvohnomasi yordam beradi. Qo'lingizdagi diplom sizni o'qishni bitirganligingiz va studentligingizni bildiradi, lekin sizni ishga oladigan narsa mana shu narsa. Svarchilik guvohnomasi. Bunga tabaqa yoziladi. Ikkinchi tabaqadan 6-tabaqagacha bo'ladi. O'zbekistonda ikkinchi tabaqa bu endi kirib kelgan, svarkaga kirib kelganlar va endi o'rganayotganlar uchun. Uchinchi tabaqa bu, ya'ni razryad deyiladi. Bu elektrosvarkani yaxshi tushunadigan va elektrosvarkadan 1 yilgacha o'qiti bor odamlar. 4-razryad elektrosvarka va pol avtomat, kontachka deyishadi, mikmak deyishadi, KMP svarka deyishadi. 5-razryad elektrosvarka, pol avtomat, ya'ni o'sha KMP svarka, kontachka deysizlar, o'sha argoniy svarkani bilishingiz kerak. Bu 5-razryad degan. 6-razryad elektrosvarka, pol avtomat, ya'ni kontachka, mikmak. Argoniy svarka, ya'ni tik svarka va gazosvarka, ya'ni avtogen. Tushundingizmi? Ya'ni siz elektrogazosvarka turlarini butunlay bilsangiz 6-razryad olasiz. 6-razryaddan yuqorisi bor, bu NAX deganidir. NAXni Rossiyada topshirasiz. Xullas, biz 5-razryadgacha qilib berishimiz mumkin maxsus imtihonlar asosida. Bu video nima uchun qilindi? Ko'pchilik o'ylaydi, razryad olsam ishga kira olamanmi? Yo faqat diplomim o'zi kerakmi? Yo'q, diplom ishga kirishingizga yordam bermaydi. Sizni nechinchi toifaga ega, nechinchi tabaqa deydimi, toifa razryadga ega svarchilikligingizni bildiradigan bu razryad bo'ladi. Va shu razryad korochka, удостоверение svarchka deydi. Shu narsani biz sizga beramiz. Bu butun SNG bo'yicha o'tadi. Mana bu QR kodi orqali siz davlat reyestridan bemalol buni litsenziyasini ko'ra olasiz. Ya'ni bu qonuniy hujjatligini bildiradi. Shunaqa gaplar. SSR paytidagi nimasini, diplomlarini ko'rsatib, bir xilgilar menga shuni yangilab bera olasizmi deydi. Yo'q, biz diplom bermaymiz. Diplomni kollej beradi. Ya'ni davlat muassasalarida svarchilik bo'yicha o'qisangiz diplom beradi, lekin u sizni toifangiz bilan beradi, to'g'ri. Lekin u sizni optga ega svarchilingizni bildirmaydi. Tushundingizmi? Oddiy elektrosvarchik ham 5-6-razryad bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Faqatgina katta bosim ostidagi turbalarni svarka qiladigan svarchik bo'lsa. Tushundingizmi? Ya'ni boshlang'ich 3-4-razryadlar yengil va o'rtacha konstruksiyalarni, darvoza, pedal, reshotka, naveslarni svarka qila oladiganlar 4-razryadgacha oladi. 5-6-razryaddagilar neft, gaz va shunga o'xshash katta bosim ostida ishlaydigan turbalarni svarka qila oladiganlar yoki kemasozlikda ishlagan katta konstruksiyalarni qilib yurgan odamlar 6-5-razryad egalaridir. Tushundingizmi? Ya'ni siz 6-razryad olishingiz uchun yo 5-razryad, umuman razryad olishingiz uchun kollejni bitirgan bo'lishingiz shart emas. Tushundingizmi? Ya'ni hozir o'ylashingiz mumkin, men kollejni bitirgan bo'lishim kerakmi? Yo'q. Kollejni bitirgan bo'lishingiz shart emas. Bir necha yillik tajribangiz bilan razryad yoki ko'rishga удостоверение deydi. Svarchilik guvohnomasini olsangiz bo'ladi. Buni men 10 yillik tajribaga ega svarchik, o'zimning o'quv markazim bor. Biz shunday hujjatni berishdan oldin maxsus imtihondan o'tkazamiz va albatta siz bilimingiz bizdan ham yuqori bo'lishi mumkin. Bilim chek-chegarasiz. Alloh shunday yaratganki, insoniyatning bilimi chek-chegarasiz. Allohim qancha aql bersa, shuncha ko'payib ketaveradi bilimingiz. Biz o'zimiz yo'nalishimizda ma'lum bir ma'lumotlarga egamiz. Shu ma'lumotlarga tayangan holda bu videoni qilishga qaror qildik. Agar bu video foydali bo'lgan bo'lsa, biz bag'oyatda xursand bo'lamiz va agar siz argoniy svarkani va pol avtomat, ya'ni o'sha KMP, kontachka, shunaqa svarka deyiladi-yu, pol avtomat. Shuni o'rganmoqchi bo'lsangiz, biz sizga o'rgatamiz. Yo'q, o'rganmayman, maxsus imtihonlar asosida o'qimasdan svarchilik guvohnomasini olmoqchiman desangiz, buni ham qilib beramiz.
oxirida sertifikat ham beramiz. Sertifikat 1 oylik argonli svarkani o'quv kursini bitirganligingizni bildiradi. Lekin bu ISO emas, biz xususiy bandlik agentligi emasmiz. Hali ISO berish huquqiga ega bo'lmadik va bunday litsenziyalarga ega emasmiz, lekin korrechka berish uchun litsenziyaga egamiz va albatta korrechka maxsus imtihonlar asosida beriladi. Ya'ni xohlagan odam kelsa berib yuborilmaydi bu hujjat. Tushundingizmi? Video foydali bo'lgan bo'lsa, o'sha gap foydali bo'ldi deb yozib ketinglar. Keyingi videoni nima haqida olaylik va bu video qiziq bo'ldimi yo'qmi? Shuni kommentariyada yozib ketishni unutmang. Hammaga sog'lik, omonlik. Siz bilan men Sirojiddin butun O'zbekistonda mashhur bo'lgan o'sha svarchik nomer 1 taxallusi ostida tanilgan blogerman va maqsadim albatta faqatgina foydali videolar qilish. Hammaga sog'lik, omonlik tilab qolaman. Obuna bo'lishni unutmang.